Assalomu alaykum. Qandoqlar yaxshimi? Men bugun sizlarga biy murabbasi qilishni ko'rsatmoqchi. Ko'rganingizdek, men yezini uzib akilman ko'ydan. Mana bilan birga uzib akagan biylar. Men buni oqlab, bu desimning ichida limonning suyini to'kib, anandan keyin sog'ib qolmaslik uchun oqlab sizlarga jinglab turib ko'rsataman. Yana qanchalar keldi degandek. Oldi bilan men buni oqlab qilib olaman. O'tirdan kesib degandek. Mana biyni men adalib oldim, yana qorab qoldi. Endi men bu tarazimni ustiga qo'yib, mana sizlarga ko'rsatgidek shaklda. Bu hozir 0 bo'ldi-ku. Endi men biylarimni olib kilo sonini ko'rsatmoqchi sizlarga. Mana ko'rdinglar, 2 kilo 32 gram, yani 2 kilo desam bo'ladi. Musholatda keldi. Buni men to'g'rab qozonimning ichiga salaman. Adalash jarayonida men hozir urug'ini ayirib oldim. Buni pishirgan vaqtda ishlatdim. Mana biylarimizni to'g'rab oldik. Endi men buningga shakar to'shqizim, mana 0 dedi-ku. Endi men buningga shakar qo'yaman. Mana 760 gram uyimda bor shakarning hammasi tushgan. 800 gram atrofi, ya'ni shu holatda qo'llansanglar bo'ladi. Buni men men uchun yetarli bu shakar. Yani 2 kiloga 1 kilo atrofida shakar ishlatsanlar yetarli, yani mencha. Bu mencha normal deb bilaman, 800 gram, yani 750. Normal mencha. Endi men buningga bayam ayirib oldim dedim-ku, mana urug'ini solaman. Buningni bir silishdagi maqsad, ya'ni ta'm beradi. Buni soldim. Endi men buningga bir dal tarchin tashladim. Andan keyin qo'zoq tarchin tashladim. Endi men qalampurdan az miqdor, muvofiq miqdor tashladim. Bo'ldi. Endi men buningga 2 stakan atrofida suv qo'yaman. Dal 2 stakan qo'ydim. Endi men o'tni ichib qaynashini saqlayman. Bizning qozonimiz qaynadi. Aralashtirish orqali o'tni eng tuvanga qilaman. Qaynab bo'lgandan keyin normalga, ya'ni bek tuvan emas, normal holatga kelib qaynataman. Mana ko'rdinglar-ku, mana shunday go'zal qaynab ketdi. Endi biz aralashtirib turib qilamiz. Men bu biy murabbasini odatda suzma bilan yeyishni bek yaxshi ko'rganligim uchun suluqroq qildim. Agar sizlar suvsiz yaxshi ko'rsangiz, suvning miqdorini azaytsangiz bo'ladi. O'sha holatda bu ish biroz qaynaydi. Andan keyin og'ili qo'pay deb qolgan vaqtda bayam tashlagan tarchinimiz bor, ya'ni qo'zoq tarchin. Shuni elib etamiz. Mumkin bo'lsa, men qalampurni elib etsak bo'ldi. Og'izga chiqib qoldi emasmi? Bo'lmay qolsa, elib etmasanlar bo'ldi. Andan keyin men mana ko'rganingizdek menga yarim limonning suyini isqab oldim. Shuni to'kaman, usqul qolgan vaqtda. Mana ko'rdinglar rangini. Endi men qo'zoq tarchinni elib o'taman. Buni elib o'tib, bir bayanda qisqab olgan limonimiz bor-ku. Shu limonning suyini to'kib 2 minut qaynatib, qutilarga olaman. Ko'rdinglar, bu holatda rangi ajoyib chiroyli chiqdi haqiqatan. Men qaynab bo'ldi, endi o'tni o'chirdim. O'tni o'chirib, qutamga olaman. Qiziq holatda qutini ichiga olamiz. Mana biz biy murabbasini men qutamga ilib oldim, ko'rdinglar. Qozonimdagi endi olaman, suyini ko'ksitib qo'yay sizlarga. Suyini rangi chiroyli chiqdi mana. O'sha holatda qilsanglar bo'ldi biy murabbasini. Qiziq holatda qutiga oldim. Endi men buni biroz sovigandan keyin to'g'rab qo'yib qo'yaman. Mana bizning yeshik bo'lgan biy murabbarimiz tayyor bo'ldi. Shu usulda qilsanglar bo'ladi. Har qanday yorum yoki gap so'zlar bo'lsa qoldirsanglar bo'ladi inshaalloh.